Hammaga salom. Bugungi sonimizda 2015-yilning eng boy odamlar haqida qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bu ma'lumotlar Forbes jurnalidan va ochiq internet tarmoqlaridan olingan. 10-o'rinda Lilian Bettencourt va uning oilasi, Fransiya, 40 milliard 100 million dollar. Lilian Yevropaning eng boy ayoli hisoblanadi. 1907-yilda asos solingan L'Oreal kompaniyasi otasidan meros bo'lib qolgan. Hozirgi kunda kompaniya faoliyatini 25 yoshli nabirasi Viktor Mayor yurgizmoqda. 9-o'rinda Jim Walton, AQSh. Waltonning boyligi 40 milliard 600 million dollarni tashkil etadi. Walmart marketining asoschisi Sam Waltonning kichik o'g'li. Jahon bo'ylab bu insonning 10 mingdan ziyod magazinlari mavjud. 8-o'rinda Chrissy Walt, AQSh. Chrissyning boyligi 41 milliard 700 million dollarni tashkil etadi. Chrissy Walt 6-marotaba dunyoning eng boy ayoli hisoblanadi. Walmart asoschisi Sam Waltonning rafiqasi hisoblanadi. 7-o'rinda David Koch, AQSh. 42 milliard 900 million dollar. Ko'p tarmoqli holding Koch industriyasining asoschisi. Bu kompaniya quvur tarmoqlari ishlab chiqarish, neftni qayta ishlab chiqarish, qurilish materiallarini ishlab chiqarish va yana ko'plab iste'mol mollarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 6-o'rinda Charles Koch, AQSh. 42 milliard 900 million dollar. David Kochning akasi, Koch industriyaning asoschilaridan biri hisoblanadi. Direktorlar kengashining raisi. 5-o'rinda Larry Ellison, AQSh. 54 milliard 300 million dollar. Larry avvaliga programmist bo'lib ishlagan, Siruvda ham ishlashga ulgurgan. 1977-yilda Oracle kompaniyasini tashkil etgan. Kompaniya tashkilotlar uchun dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqaradi. 4-o'rinda Amancio Ortega, Ispaniya. 64 milliard 500 million dollar. Amancio oddiy temiryo'lchilar oilasida dunyoga kelgan. O'sha mashhur Zara kompaniyasining asoschisi shu inson hisoblanadi. Avvaliga ichki kiyimlar va xalatlar ishlab chiqarishgan. Hozirda esa butun jahon bo'ylab minglab ayollar va erkaklar kiyim magazinlari mavjud. 2014-yilning o'zida dunyo bo'ylab 2000 ga yaqin yangi magazinlarni ochishga muvaffaq bo'ldi. 3-o'rinda Warren Buffett, AQSh. 72 milliard 700 million dollar. Berkshire Hathaway investitsion kompaniyasining boshlig'i 2008-yil bo'yicha dunyoning eng boy odami hisoblangan. Dunyoning ko'plab katta kompaniyalarining aksiyalarini sotib olgan. 2015-yildagi toza daromadi 15 milliard dollarni tashkil etdi. 2-o'rinda Carlos Slim Elu, Meksika. 77 milliard 100 million AQSh dollari. Carlosning ota-onasi Livandan Meksikaga migrant bo'lib ko'chib kelishgan. 2010, 11, 12, 13 yillarning eng boy odami hisoblangan. Carlos Meksika aloqa sohasida va telekommunikatsiya bo'yicha ko'p daromad ko'rgan. Meksikadagi bir necha yirik kompaniyalar shu odamga tegishli. 2015-yildagi toza daromadi 5 milliard dollarni tashkil etgan. 1-o'rinda William Henry Gates. Dunyoga Bill Gates nomi bilan mashhur AQShlik tadbirkor. Bu insonning boyligi 79 milliard 200 million dollarni tashkil etgan. Oxirgi 21 yil ichida 16 marotaba dunyoning eng boy odami deb tan olingan. 2015-yildagi toza daromadi 3 milliard 200 million dollarni tashkil etgan. Yana bir qiziqarli fakt, Bill Gates bir daqiqa ichida 6659 dollar ishlab topadi. Barcha ma'lumotlar Forbes jurnalidan va ochiq internet tarmoqlaridan olingan bo'lib, 2015-yilga tegishli. Videorolikni ostki qismidagi podelиться tugmachasini bosib, do'stlaringizga yuborsangiz, sizlardan minnatdor bo'lar edik. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.